to'mlab ketib qoladi. O'tiring, o'tirib turing. O'tirib turing, iltimos qizim. Gaplashib olaylik, to'g'rilaysiz bilan, qizim. Yo, skoshlab qo'yam deb turib, gapirib o'tirasan. Keyin. Ha? Qo'yasizmi? Keyin o'chirib qo'yay. Keyin qilasiz, keyin qizim. Men qilaman. Ha, bo'ldi, men indamay o'zingiz qo'yib chiqib qo'ying, ha? Bo'ptimi? Endi hayotdan shular bilan shirinda. Ha, bilasizlar, zerikmaysizlar. Endi hali bolalik uy bozor deydi, bolasiz uy mozor deydi. Ilohim shu farzand talablarga ham Allohdan shirindan shakar farzanddan ato olsin. O'g'ilmidi, qizmidi farzand ato etsin. Chunki farzand talabi juda ko'p. Endi bitta inson duosi, omin degan duosi o'tib qolsa, o'sha oila bir xursand bo'lsa, baxtli bo'lsa, har bir insonda orzusi bor, ha? O'zingiz mendan keyin shu qizmidi, o'g'ilmidi qolsin deydi. Shu farzand talablarga ham Allohdan shirindan shakar farzand bersin. Endi buni hozir suya to'pon solamiz. 11 ta. Bu akaning ismini bilmayman. 11 ta mana bexatar tutsin. Bergan pulga rozi bo'ling. Lekin ko'pchilik Telegram gruppamizga o'tmayapti. O'tinglar Telegram gruppamizga. Oldi, sotdi, tomosha gruppamizga o'tsalaring, erta kuniga efir bo'ladi 24 soat. Oxiri hamma chiqib ketgandan keyin gruppada uxlaydiganlar ham bor. Gruppada uxlab qoladi, gruppada uyg'onganlar ham bor. Ana shunaqa. Ikkinchi sizlarga bir yangiligim bor, xudo xolasa video tarqasa ko'rsataman. Madagaskarga koreyskiy shalpon deydi-yu, hashaki toj. Mana andijonlik shu Asilbek akamizni xonadonlarga borib mehmon bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin. Bizni qadrdon, biz ancha bo'ldi, biz Telegramda suhbatlashib, akamiz shu Rossiya Federatsiyasida ishlab yurib, mana o'z vatanga oilasini oldi keldi. Kelgandan keyin baribir gaplashgan insoningiz bilan ko'rishingiz keladi. Gaplashib bir ko'rasiz, ikki ko'rasiz, shunaqa bo'lib yaqin bo'lasiz. Sizlar endi yaqin, meni yaqinimsizlar. Hammalaring yaqinimsizlar. Ana shunaqa. Bu insonlar ham shu muntazam kuzatishib boradi. Endi kecha bittasi Anvar aka dedi, bug'doyni pishirasam tovuqlar yevoradi deydi. Bu tovuqlar uchun ekilgan. Ichkariga bunday pon bodam ekib qo'yganmiz. Tovuqlar uchun erta ozgina boshog'iga sut kirgandan keyin tovuq esa tovuqqa foydali-da. Bitta qancha chiqsa 1,5 qop, 2 qop bug'doy chiqadi. O'sha uchun o'sha 1,5 qop, 2 qopni o'sha tovuqlar tika turgan joyda yesin, maza qilsin. Bizga shu bodomlar, ichkaridagi bodomlar, mana silvalar ham bu yil hosiliga qiziqib, qizg'andik. Sinib ketdi. Ko'p sinib ketdi. Ayri qo'yib qo'ydim. O sinadigan joyga ayri qo'yib qo'ygan ekan, o'sha joydan sinib ketdi. Va hosil mana bu qo'yib ketdi. Qarshilab sinib ketdi, mana bunda bor, ayri qo'yib ketdi. Sizlarga uni ham ko'rsatib boraman. Yuyinglar, sizlarga ko'rsataman. Mana bilasizlar. O tepan ko'rlam. Ayri qo'ygan joyimdan sindi. Mana hosillar. Endi bu shaklini o'zgartirgan yo'q, qattiqligicha turibdi. Endi mana shunday holatda pishiramizmi? Ko'ramiz endi. Mana men aytdim. Singan yo'q-ku. Endi shunga kelib turibdi mana. Bu tomonlar ham bunday bo'lgan. Lekin yo'q qo'ygan. O'zi asli obunachilar. Mana shu yerdan baylab, mana shu yerdan. Yo'q tortib qo'ysa, o'shanda u beliga kuch kelmas ekan. Mana bu tomondagi ham sindi mana. Hosilni ko'tara olmasan sindi. Bu yerdaga esa seriozin sindi mana. Mana bular baylamasa bu odamlar mana. Odamlar shibirga otib oldi. Ana shunaqa gap. Bular endi shu tepasiga kaltalab turib, hosilni mashlarda pishadigan qilamiz. O, zo'r qizim, zo'r qizim. Zo'r. Mana bu yerda olmamiz. Olmamiz ham serp hosil bo'ldi. Aytdim, bitta shox mana bu ishtasindi mana, ko'rlar. Sana mana bunday hosil qoldi mana. Bularni ash tepasidan kesib tashlaymiz, pastda hosil qiladigan qilamiz. Bu odamlar mana. O'zim toklar degandek. Mana bu yerda malla. Bah. 1200 makonga, mamboga, shamoga qilib qo'yganmiz. Mana shunaqa yashashyapti. Yaylovda yurishdi maza qilib. Bug'doy zorda. Erta pishgandan keyin don bermasdan qo'yaversa bo'lardi. Mana shu yerda boshoqlarni yeb, tirchiq qilishaveradi. Tagida bug'doy va anaqa bor, beda bor. Mana ko'rasizmi, cho'qiyapti. Mana qaranglar.
Mako'larni chaqiryapti. Mako'lar sevatda qayda yoniga yopishib yursa, bolani ham zo'r beraveradi-da. Ana shunaqasidan bola oldik-ku. Mana shamoyimiz mana. Shamo deydi-ku. Mana. Turish qayda shamo? Mana. Shu uchalasidan ham ketyapti. Akaga bundan ham bor. Bodomlar. Mana aytdim, o'rdirib yubordik. Qolgan joylar turibdi mana bug'doylar. Ko'chatlar ham ko'rinyapti sizlarga? Bodom ko'chatlar. Ana shunaqa. Bo'lmasa sekin po'kopgan qilaylik. Shopirga chiqarib olish kerak. Ha, keyin 91lik 118 91 90 telefon nomeri. Telefonim ishlayapti. Mana shu syomka paytlarida shu telefonni palet qo'yib ham o'sha to'g'ri tushuninglar. Ko'pchilik cho'ji so'rayapti. 5 ta 6 ta yo bostirib qo'yganman. Xudo xohlasa bugun ham bostiramiz. Albatta sizlarga video tarqasa ko'rsatib boraman bostirishni. Albatta imенно shu kanalda video tarqasa ko'rsataman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Bundan videolarni ko'rish uchun qilamiz. Video uzunroq qilmoqchi edim. Hozir mana uni egasi taksi yurib yoqdan chiqdim deydigan bo'lsa, shoshib qolmaylik, upokopka qilib olib, yana sizlar bilan keyinroq gaplashamiz. Sog' bo'linglar. O'zingiz ehtiyot qiling.